Do'stlar, bugun men sizlarga bu Challenger'da qanday qilib tortishni, qanday qilib akkaunt ochishni o'rgataman. Avval Google'ga kirib olasizlar. Mana chiqadi. Keyin uni bosasizlar. Keyin o'zi yuklanadi. Keyin bosib turasizlar, o'zi kirib ketadi. Keyin unga kirgandan keyin mana faqat akkaunt tanlaysizlar. Mana bosib akkaunt tanlaysizlar, o'z xohlaganlaringni. Keyin manaqa ne qilasiz? Vaqt tegmaysizlar. Bunday chiqib mana bunday bosasizlar. Temurni bosib qo'yasizlar masaqa. Keyin kirib o'ynab o'tiraverasizlar. Bu video chiqardim, og'zimdan qotdi. Mayli, bo'pti. Video tugadi.